Bolalar bermasa pensiya beryapti deb qo'yaman. Assalomu alaykum. Mana biz Toshkent shahriga Nabira xolamiz xonadonlariga keldik. Nabira xolamiz 11 yildan beri saharida ekan. Saharlari 18 ga chiqib ketgan ekan. Hozirgi kunda mana kecha o'lchashibdi. Necha chiqdi xola? 5.2. 5.2 chiqibdi. Barcha asoratlar yo'qolibdi. Oldinlari holsizlanib, odamlar ko'p joyga borgisi kelmasdan, yotgisi kelib, ko'p chanqab, oyog'ingiz ham og'rirdi, xola. Oyoqlari og'rirdi ekan. Ko'zingiz xiralashganmi, xiralashmagan? Ko'z xiralashgan. Ko'tarilganda xiralashdi. Ha, keyin sekin normallashdi. Xudo xohlasa, mana sabab chiqilib, stop diabetni ko'rsatishyapti. Biz YouTube uchun ham to'liq intervyuni oldik. Xudo xohlasa tez orada chiqadi. Biz o'zi Nabira xolamiz bilan bahorda ko'rishmoqchi edik. Umra safarida bo'lib qoldik ikkovimiz ham. Umra safarida ko'rishib qolamizmikin deb ham o'yladik. Mana nasib bugunga ekan, Xudo xohlasa. Endi xola shu stop diabetga olishga ikkilanayotganlarga nima deysiz? Olsin, ishsin, ikkilanishish hojati yo'q. Men lekin yetaman anaqada ham. Chatda, ovozi chatda. Telefon qilishganda ham yetaman. Olib ichinglar. Bolalar bermasa pensiya beryapti deb qo'yaman. Qanaqa dorilar ichyapsiz hozir? Faqat stop diabet ichyapman. Boshqa hech qanaqa dori ichayotganim. Demak, ximika dorilardan chiqib ketgansiz, a? Chiqib ketganman. Shu umraga kelgandan keyin umuman ichmadim. O'zi qancha vaqtdan beri ichyapsiz stop diabetni? 2023 bahordan 2023 bahordan beri ichyapsiz. Boshlanishida baribir ximika dori bilan birga ichgansiz, to'g'rimi? Ichdim, umraga borguncha ichdim. Keyin Jasur aka vrach sekin dozasini tushirib o'sha chiqarib. Yo'q, so'ramadim, o'zim tashladim. Holatingiz yaxshilangandi bilib, a? Tashladim. Ichmadim. Bir anaqa sinab ko'rdim, qani ko'raychi ichib dedim. Agar ko'tarilsa dedim, qo'shib ichaman. Ko'tarilmasa shunday ichib ketaman dedim-de. Demak, u ximika dorini tashlagandan keyin ko'tarilmadi. O'zi odatda necha chiqyapti? Odatda saharingiz necha chiqyapti? Necha atrofi chiqyapti? Hozir 4.8 chiqyapti anaqaga. Naharga 4.2, 4.8. Och qoringa. Jismoniy harakatingiz ham yaxshi. Necha qadam yuryapsiz ertalabda? Bir kunda. Bir kunda kecha 10 ming qadam yurdim, o'tgan kun 12 ming, 13 ming shunday. Mashallah. Juda zo'r, ajoyib. Mana stop diabet haqida qayerdan ma'lumot olamiz desanglar, mana 55 kodi bilan 503 0505 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, operatorlar sizlarga ma'lumot berishadi. Sizlarning ham holatinglar mana Nabira xolamizning holatiga o'xshash nasib qilsin. Nabira xolamiz mana ko'rgan odam sahar demaydi. O'ynab kulib, quvnab yurishibdi. Inshaalloh shu videoni ko'rayotgan barchani ota-onasiga shunaqa holatga yetish nasib qilsin. Assalomu alaykum.